Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xullas, bugungi temamiz ya'ni qishloqda qo'y boqib qancha daromad topsa bo'ladi. Bugungi temamiz shu bo'ladi. Qo'y boqadigan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rib, videoni boshidan bitta like bosib, kanalimizga obuna ya'ni podpisatsiya knopkasini bosib qo'ying. Videomizni oxirigacha ko'ring. Aziz yurtdoshlar, birinchi o'rinda bizga qo'y kerak, joy kerak, qo'y saqlashga joy, uchinchisi hashak kerak, ya'ni 100 ta qo'y boqasizmi, 200 ta qo'y boqasizmi, 300 ta qo'y boqasizmi, uni o'zini qo'raga qamab yoki boqadigan joyiga qamab qo'yib bo'lmaydi, bilasizlar. Buni birinchi o'rinda joyini topish kerak, ya'ni joyini qo'yga, ya'ni masalan 100 ta qo'yni olamiz. 100 ta qo'yga bilasizlar, masalan ko'p odam yaylovga chiqarib boqadi, ko'p odam yemga beradi. Men yemni hisoblayman. Ya'ni birinchi o'rinda molxonaga 100 ta qo'yga 200 million, ya'ni 200 million so'm pul ketib qoladi, ya'ni gideda 15 ming dollarlar ketib qoladi aziz yurtdoshlar. Shuning uchun birinchi o'rinda 15 ming dollarni ayirib qo'yamiz, ya'ni 15 ming dollar plyusdamiz, ya'ni minus desa ham bo'ladi. Undan tashqari qo'y kerak. 100 ta qo'yni masalan 2 million so'mdan optim oladigan bo'lsak, ya'ni 2 million so'mdan optim gideda shu tog'li hududlarda cho'ponlarda olsak 2 million so'mdan 100 ta qo'y, 10 tasi 20 million, 100 tasi 200 million bo'ladi, 200 million. U ham 15-30 ming dollar pul kerak. Hashagi 30 ming dollar. 100 ta qo'yga 30 ming dollar ketdi, joyiga, boshqasiga. Ikkinchi o'rin, uchinchi o'ringa keldik. Uchinchi o'rinda yem hashak kerak. Yem hashak aziz yurtdoshlar, bilasizlar, hozirgi kunda yemlar ancha qimmatlagan, shuning uchun quruq yemga beramiz desanglar 10 ming dollar emas, 15 ming dollar ketib qoladi. Gideda shu 1 yillarda yetadi, 1 yilga 15 ming dollar, 10 ming dollar yetib qoladi yemga. Agarda men 1 yil boqib sotsam qancha foyda qilaman deyishi mumkin. 1 yil boqib uncha foyda qilib bo'lmaydi. Men qo'chqorni aytyapman, qo'y emas. Shu 3 yil boqish kerak, ya'ni 2 yil yo 3 yil boqsak, shu gideda shu normalniy foyda qilsa bo'ladi, ya'ni 50 yillik foyda qilib qo'ysa bo'ladi, ya'ni 2 yil yoki 3 yil boqib. Baribir ko'pchilik shu 40 ming, 50 ming dollarga mashina olyapti, boshqa qilyapti, lekin shuning o'rniga 2-3 yil mana shu qo'y biznesini boshlab qishloqda, ya'ni uyingizda o'tirgan holatda normalniy foyda qilsa bo'ladi, ya'ni 1 milliard pul kisaga solib qo'ysa bo'ladi aziz yurtdoshlar. Qo'y biznesi hech qachon o'lmaydi aziz yurtdoshlar, chunki kundan kunga, ya'ni 38 million aholi bo'ldik. 38 million aholiga hammasiga mol go'sht yetkazib bermaydi odamlar. Chunki mol ham hozir qimmat, go'shtlar ham qimmatlayapti, qo'y go'shtiniki ham qimmatlayapti. Shu qo'y go'shti bilan ko'pchilik qo'y go'shti bilan o'xshabdi, ya'ni qo'y go'shtini olib ko'pchilik oilasini go'sht bilan ta'minlayapti. Kimdir mol go'shti iste'mol qiladi, kimdir qo'y go'shti, kimdir parranda go'shtini iste'mol qiladi. Endi u o'ziga bog'liq odamning. Bilaman, shu 50% odam qo'y go'shtini iste'mol qiladi O'zbekistonda. 50 bo'lmasa ham 40-30% odam 100% iste'mol qiladi. Ya'ni Qashqadaryo tomonlarda bilasizlar, tandir go'sht pishadi. Tandir go'shtga moldan qilmaydi, tandirni bilasizlar. Обязательно qo'ydan tandir qilishadi. Qo'y hech qachon o'lmaydi aziz yurtdoshlar. Qo'y biznesi o'sib boradi, lekin hech qachon o'lib ketmaydi. Bilasizlar, hozir O'zbekistonda chetdan go'sht kelyapti, qo'y go'shti kelyapti, mol go'shti kelyapti. Agarda mana shu qo'y go'shti va mol go'shti kelmasa, mana shu bozordagi 120-130 ming so'mlik go'shtlar 200 ming so'm, 250 ming so'mga chiqib ketishi mumkin edi. Yana bilmadim aziz yurtdoshlar. Ko'pchilik aytayapti, qo'ydan baraka yo'q, qo'y boqib foyda qilib bo'lmaydi. Bir oy qo'y boqib hech qachon baraka topmagan odamlar aziz yurtdoshlar. Shu boqsa 3 yil, uzoq 3 yil, eng kami 2 yil boqish kerak. Masalan, 3 yil boqsangiz, 100 ta qo'chqorni 3 yil boqsangiz 2 million so'mdan olib, ya'ni 3 oylik buzoqchasini gidida shu 8 million, 9 millionga bemalol sotsa bo'ladi. 60 ming dollar bilan yem hashagi 3 yil yetadigan produktasi qo'yga joy, qo'y
hammasiga yetib qoladi. Ya'ni 60 ming dollar aziz yurtdoshlar. Pul bo'lsa boshlash kerak. Ko'pchilik aytayapman, puli bor lekin ishlatmaydi. Pul bilan normal hisobga qilsa bo'ladi. 60 ming dollar kimda bo'lsa, mana shu biznes konkret qilsa 100%, 100 ming dollar bemalol qilib bo'ladi. Chunki bu qo'y biznesi, ya'ni foiz minib turadi desa ham bo'ladi. Agarda endi yana bir narsani isbotlab beraman. Oddiy tug'adigan qo'y boqsa nima bo'ladi deyishadi ko'pchilik. Ya'ni urg'och qo'ylardan qancha foyda qilsa bo'ladi. Urg'och qo'ylar yilda ko'payadi, undan ham qo'chqor tengi foyda qilib qo'ysa bo'ladi. Lekin qo'chqorga yetadigan yo'q baribir, chunki urg'och qo'yni tug'ilish maqsum bor, yana hokazo, ya'ni ko'p mehnat ko'p, lekin shu qo'chqorda ham normalniy foyda qilsa bo'ladi. Ko'pchilik shuni qilmaydi. Ya'ni kim qo'chqor boqadigan bo'lsa qilish kerak, chunki qo'chqordan ancha daromad qilib qo'ysa bo'ladi aziz yurtdoshlar. Chunki qo'chqor biznesi hech qachon o'lmaydi. Videom sizga yoqqan bo'lsa aziz yurtdoshlar, bitta like bosib, kanalimizga обязательно obuna bo'lib, kommentariyga yozib ketinglar. Men sizni palon viloyatda yoki palon joyda, ko'pchilik yozmayapti, shu kim qayerdan ko'rayotgan, yozib ketinglar aziz yurtdoshlar. Videoni oxirigacha ko'rganlar hammangizga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.